Ko'pchilik menga savol beryapti, o'rtoqlar padachani, ukloni qanaqa bo'lishi kerak edi. Bir kun telefon qilib, Toshkentdan akamiz telefon qildi, yangi santexnika ekan. Gap yo'q, ishlarini rivojini bersin. Xo'p, Primoy Shuhrat akamdan bitta ma'lumot. Aka, qancha bo'lishi kerak uklon? Bitta hozir necha metrli bo'lyapti padacha? Shuhrat aka? Necha metrli bo'lyapti? Bitta katol, ha? Bu расширительный bachok. Xo'p, uzunligi 12 metr. 12 metr. Uklon qancha bo'lyapti aka shunda taxminan? 12 metrga 50 cm agar qo'yilsa zo'r bo'ladi o'zi aslida. 12 metrga 50 cm normalniy. 30 dan 50 cm. Yana bitta foydali ma'lumot, o'rtoqlar, bu plastmassaviy 160 litrli bochka, ha? Umri uzoqroq bo'lsin deb to'shaklar qilib, o'zbekcha qilib Shuhrat o'rab ketishgan. O'rtoqlar, moshni bo'pti lekin, padacha obratgan ko'ryapsizlarmi? Tagiga rekalar to'qilib, sim bilan baylab, skoshlab, moshni qilib, choklarini pena bilan izolyatsiya qilinyapti, o'rtoqlar. Sababi kotelga gradus to'shni radiatorga yetib borishi uchun patera bo'lmasdan mana shunaqa qilib izolyatsiyalar qilinyapti padacha obratganlar, o'rtoqlar. Lekin eski uy, lekin moshni qilib remont qilyapti akamiz.